Hem tövendeki bapta İmam Buxoriy rahmetullahi alayh mehmonlar bilan, o'zining bola chaqalari bilan gaplashib, paranglashib, uxlamay kutdandan keyin o'ltirish to'g'rimi, to'g'ri emasmi, yo'lliq emasmi deydi. Hamda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh boshda yaxshi mazmunlarda, yaxshi masalalarda, o'rganish, ta'lim-tarbiya, fiqh masalalarda kutdandan keyin o'ltirib muzokaralashib o'tasi bo'ladi degan. Nimishqa buning qatib etmaydi desak, bu ilm muzokara xos mutlaq bir yaxshilikning o'zi. Lekin bola chaqa va mehmonlar bilan o'ltirish bu xos ibodatdan bir boshqa manfaati boshqalarga taalluq bo'lgan bir ibodat turi bu. Boshdagi o'ziniki yaxshiligi o'ziga munosib taalluq bo'lgan o'ltirish. Ma'u boshqalarga foydasi tegadigan taalluq ma'u. O'zidan foydasi halqiydigan. Boshqaniki shu endi 100% taat ibodatligi bilinib tursa, ma'noda bunda taat ibodat niyat orqali taat ibodatligi bilindigan ham ijtimoiy aloqa munosabat chambarak doirasini yetildiradigan avval. Bu hamda 602 numurlik hadis. Bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abu Nu'man hadisi so'zlab bergan edi deydi. Bu zot deydi bizga Mu'tamir ibn Sulaymon hadis so'zlab bergan deydi. Bu zot deydi bizga dadam hadis so'zlab bergan deydi. Mu'tamir Sulaymon so'zlab bergan bu zotda. Hamda o dadisi deydi de bizga Abu Osman Abdurrahman ibn Abi Bakr'dan hadis so'zlab bergan. Bu ularning tarjimalarining hammasi boshda o'tdi. Abdurrahman ibn Abu Bakr payg'ambarimizning Abu Bakr Siddiqning o'g'li, payg'ambarimizning qaynisi Abu Bakr Siddiq. Bu hamda Abdurrahman ibn Abu Bakr deydi-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonasida bir ashabi suffa ahli deydigan bir turkum kishilar bor dedi. Ular kambag'al odamlar. Ular qanday odamlar deganda Madinadagi musofir. Ularning balasi yo'q, oilasi yo'q. Madinaga yeng kelgan g'arib g'urabalar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mush masjidning oq tarafida o'tirgan kishilar bir supuda. Shunga bularni ahli supa deb atalgan. Bularning sani o'xshamaydi. Avvali qarab ba'zi yuzdan oshgan, ba'zi yuzdan tuvan. Şoňlaşqa bularning bir qatimlam tug'an vaqti naytdi. Iniq san bilan manchilik deb bo'g'ilmaydi. Ketib turdiganlarim bor bularning ichida. To'y qilib, turmush qurib, oila ko'p ketganlari bor. Şoňlaşqa bular shu vaqtning paytning o'tishiga ergishib, ba'zi bularning soni ko'paygan, ba'zi bularning soni azaygan. Janob Rasululloh mushularning turmushini o'ylab turib, namozdan bularning turmushiga Rasululloh har vaqt ko'ngil bo'lib turgan. Shu vajidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganki, kimning deydi, ikki odamga yetkidek taomi bo'lsa, uchinchi bir odamni elib borsin deydi. Yani bir odamni qo'shib olsin demoqchi. 4 kishilik yesa, 5-chisini, 5 yo 6-chisini. Bir odamni qo'shiq edivanglar. Tamqana 2 kişilik yerse 3 kişilik olsa 4 kişilik qilib bir mehmon bo'lib o'zaro bir anılgımlar. Onsu ulfet etkizanlar demekçi. Hazreti Abu Bakr 3 adamni elib kelibdi dedi. Abdurrahman davatında. Peygamberimiz 10 adamni elib kelibdi. Resulullah'ın mehmon do'stlik. Bo'lmasa Resulullah'ın o'zining yeydigan narsasi az. Resulullah'ın hayatımda kambag'al o'tgan adam bu. 10 adamni elib kelibdi dedi. Şunun bilan Abdurrahman deydi. Men, dadam, anam bor biz deydi. Bilmayman, ayolim dedimi, demdi bilmayman. Ravi deydi. Lekin men bor, dadam bor, anam bor. Abu Bakr bilan bizning uyda xizmat qiladigan bir xizmatchi bor. Abdurrahman ibn Abu Bakr cho'ng bolasi hamda Abu Bakr Siddiqniki. Bu xizmatchi hem Abdurrahmanning hem Hazrat Abu Bakrning xizmatini tan qiladigan bir xizmatchi ekan. Mush odamlar var bizning uyda deydi. Üç odamni elib kelgandan keyin qanday bo'lib ketdi? Bularning soni azay. Bu 7-8 odam bo'lib ketdi bu yerda. Ayolni qo'shmagan vaqtida 7. Ayolni qo'shganda 8. Chunki men ayolniki bor yo'qligini ravi unutib qoldim yani.
Hem Abu Bakr Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kışıda tamak yegan ekan deydi. Yani şu mescitga berip şu yerda tamak yeb, kech tamakni yeb. Anda biraz turib qopdi, xuftan namoz o'qilib ketdi, andan qaytib kelgan da. O biraz yana Abu Bakr Siddiq bu yerda tug'an, Janob Rasululloh kechki tamoqni yegan. Kechidan ma'lum xil vaqt o'tgandan keyin Abu Bakr Siddiq keldi uyga. Ayoli debdi hamda. Abu Bakr Siddiqning ayoli Abu Bakr Siddiq debdi. Bu mehmonlaringizdan sizga nima bu kechiktirib qo'ydi? Nimishqa ayol bo'lib qoldingiz? Mehmonlar tursa, ha? Bularning tamoqini qanday qilamiz, nima beramiz degandek. Abu Bakr debdi. Ularda kechki tamoq bermidingmi sen debdi ayoliga. Ayol debdi. Ular ay siz kemmigichilik tamoq yegil unmay turib oldi. Tamoqni et yesakmi, yo'q deb turib oldi dedi. Demak bu shaklda hamda Hazreti Abu Bakr bu mehmonlarni burroq akab qo'yib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishiga ketganda qilibdi o'g'li. Ayoliga hamda ma'lum bir tomoq berib, mehmon qilib, bu chiroyli bularning bir hurmatini qilib deb ketganda, kelsa, namozni o'qib, Rasululloh bilan ko'rishib kelsa, bular tomoqni yegilolmagan. Biz Abu Bakrniki saqlaymiz deb. Hamda Hazreti Abdurrahman deydi. Abdurrahman Abu Bakr. Shunda o'zimni daldaga ilib yo'shirinib oldim deydi. Bu yerda dadasidan til anglamaydi. Nima tomoq tunmiding mehmonlarga degandek. Xapolashdi asirda bu yerda. Bu hamda döt degandek. Yoki bo'lmasa galvang degandek bir gap. Shu voy meliqib arablar masalan, voy buning bana qop ketsin degandek. Buning to'pi bo'lansin degandek gapda jidda. Tillab ketamda ish qilib. Ochiq keldi. Deb bo'lib Hazrat Abu Bakr dediki, yangla la hanian degan bu yerda bu toza yiqishliq bo'lmay qoldi, singishlik bo'lmaydi, bu to'xtabiliq so'yib qolgan tomoq, vaqt o'tib ketgan tomoq. Yangla deb bo'lib, azbiray xudo men bir luqma yemayman dedi. Degandan keyin o'g'limi Alloh bilan qasamki Abdurrahman Abu Bakr dedi. Biz bir luqma olamiz shu legandan, taqsidan. Ostidan ko'pib o tomoqni ish ziyod bo'layotdi. Abdurrahman deydi, hatta ular to'yib ketdi deydi. Burunqidan bekrak bu tomoqning hajmi jiq o'zib ketdi. Abu Bakr qarab buningga xuddi hech qanday kemlinmagandek o'zib ketdi ya unidan ko'proq tug'anligini ko'rib ayoliga Beni Faras hemşerisi debdi. Beni Faras şu Hazreti Abu Bakr'niki ayolniki bir cemaat ismi hamda. Şu cemaatniki ma'lum bir mashhur shaxslarni cho'ng bo'llarining ismi bilan atalganda. Nima ish bu degandan keyin bu ayol debdi. Voy ko'z qarchug'im dedi. Bu bir xilqi xushalligini ifodalayotgan gap. Bir odam xush bo'ladigan narsalarni ko'rgan vaqtida la va qurrata ayni degan bo'l deydi arablar ayni vaqtida. Voy ko'z qarchug'im, voy esib degan. U burunqidanmi uchasi ko'pkan u tomoq deb o'zining taajjubini bayon qilyapti-da. Bu Abu Bakr Siddiqniki ayolimdi. Deb bo'lib, onda Abu Bakr andi yedi. Aldı qasam qilayotgan yemem deb. Lekin bu bir barakat o'g'anliqida bu barakatni ko'rib bilan bundan yegisi keldi o'g'ay. Yedi va mundaq dedi. Bu qasimim shaytondan bo'lib qopdi, shaytonning tupaylidan. Deb onda bir luqma yedi. Andan uni Rasulullohning qishiga olib borg'isi kelib, uyaga olib bordi. Shu Rasulullohning qishida bo'ldi bu tomoqamdi. O tomoqni Rasulullohning qishiga elib borgandan keyin bu barakatdan ko'rib Rasulullohning yegizgisi keldi Hazrat Abu Bakrniki. Rasulullohni ajoyib yaxshi ko'rganlikdan. O tomoq qochisi legan Rasulullohning qishida shu yerda qoldi bo'ldi. Hamda deydi ravi bu yerda. Biz bilan bir turkum kishilarning orasida, bir qabila orasida bir to'xtam bor dedi. Bu to'xtamning vaqti to'shqan dedi.
Şu to'xtamning vaqti oshgandan keyin hamda u qarshi taraf ya yangilig'ili yoki ma'lum bir bay'at degandek ma'lum sabablar tufaylidan keladi-ku hamda. Bizni shu o'shku guruhiga bo'lib, uyushmaga uyushmadagi har bir odamning qo'l ostida yana nurg'un odamlar bor. Buni aniq demagan, masalan, manchidan deb. Lekin o'sha odamni o'shkiga bo'lgan. O'shki odamning qo'l ostida yana bir muncha odam bor. Har bir odamning qo'l ostida. Uni Alloh biladi dedi. Masalan, o'shki guruhning ba'zidan 10 dan bo'lsa 120, 5 dan bo'lsa 60 degandek-da. Alloh biladi bularning sonini. Ravi aniq diyemaganda buni. Ularning hammasi buningda yedi dedi. Yak ashta dedi. Shu bayon qilgandek. Demak, bu tamoq Abu Bakrning o'zining me'morlarigami va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zigami va shundaqla Rasulullohning qishig'i kelgan boshqa to'xtam uchun boshqa ma'lum munosabatlar bilan kelgan me'morlargami bu tamoq yetgan dedi. Endi bu masala bugungi kunda xurofiydak tuyulib qoladi. Bu qandaq bundaq ish bo'ldi deb. Lekin ahli sunniy val jamoa nazarida bu karomat payg'ambarlarga mo'jiz berilganga o'xshash Allohning valilariga, do'stlarga ba'zi karomatlar beriladi. Odam o'ylamag'an. Mana bizniki musulmon bo'lish salohiyatimiz bilan bu Allohning o'zining valilariga qilgan bir ikromi, hurmati. Allohning ularning shu haq ustida bo'lganliginiki mukofot tufaylidan bergan bir Alloh tarafdan bo'lgan bir shahodati guvohlik bo'ladi. Shundaqla. Xo'sh, avliyolarning karomati, payg'ambarlarning mo'jizasi bular İslamiyatda bor narsalardir bu. Faqat biz bu karomatga loyiq valilar zamonasida yashamaganligimiz tufaylidan bu ko'rilmasligi mumkin hamda. Endi bu karomat deganmi bu doim bo'lib turgan narsa emas. Bu ma'lum davr, ma'lum zamonda, ma'lum shaxslarga alohida beriladigan bir imtiyoz bu Alloh tarafidan hamda. Buni uqulunmaydi. Muhimi hamda bu hadisda bizga muhim bo'lgan nuqta Imom Buxoriyning nazarida o'ziniki mehmonlarini xubdandan keyin mehmon qilib paranglashib o'ltirsa ikrom qilib bu bo'ladi deganlik chiqib turdi. Hargizmi masalan xubdandan keyin Rasululloh gap qilishni yoqtirmaydi degan hadislar bu hadis zid bo'lmaydi. Ashkilisning o'ziga loyiq o'rni bo'ladi. Mehmonmi davomli kunda bo'lmaydi. Demak, behuda gap so'tishni cheklaydi, yaxshi ko'rmaydi. Lekin ilm to'g'riliq, yaxshilik to'g'riliq, ba'zi yaxshi munosabatlar to'g'riliq o'ltirishlar masalanchu, hozirgidek bu ayrim bir avallar bo'lib qolsa, masalan, istisnoiy avallar, buningmi o'ziga loyiq bir o'rni va shariatda demakchi. Shuning bilan hamda shu kitob Mavaqit Salam shuning bilan tugdi. Biz tuvandagi mazmunlarda hamda Kitabul Azan to'g'riliq mazmunlar haqida to'xtalamiz.